Bugun turk oshxonasidan turk pilovi tayyorlaymiz. Skоворodkaga sariyog' solamiz. Sariyog' solgandan keyin mana bu sariyog'ni ko'rib turgan narsalaring bu arpa deb ataladi. Arpani solamiz, sariyog'ga qovuramiz. Qovurgandan keyin iliq suvga iritilgan guruchni olamiz. Tiryog'ini hamda arpani ustiga solamiz. Solgandan keyin yaxshilab 1-2-3 daqiqa sariyog'ga arpa hamda guruchni yaxshigina qovurib olamiz. Nimaga ezilib titilib ketmasligi uchun. Chunki o'zimizni osh palavi bor-ku, endi bu turklarni o'sha osh palavi pilov deb ataladi. Undan keyin suv solamiz. Men suvni qancha solishni endi yillar davomida men bu ovqatni tayyorlaganim uchun uy sharoitida men o'sha ko'zim bilan bemalol chamalab sola olaman. Suvini, tuzini. Ko'rib turganingizdek suv soldik. Suv solgandan keyin nima qilmaymiz? Olovni pasaytirmaymiz. Mana duxovkam elektrikli bo'lgani uchun men 7 yoki 8 nuqtaga qo'yib men buni qaynatyapman hozir. Hozir qaynashni boshlaydi. Qaynashni boshlagandan keyin men buni ustini qo'poq bilan yopaman. Qo'poq bilan yopdim, keyin 5-6 daqiqadan keyin qo'poqni oldim. Mana qarang, mana bu yarim dam holati. Mana shunday qilib olib, mana damlab oldim. Hozir oladi.